Assalomu alaykum. Akalar, mana Silos yamamiz ochildi. Toshkent O'sh yo'nalishi yo'lni bo'yidagina. Silos holatlari yaxshi yo'lni bo'yida. Mana Silos yamalarimiz. Xudo xolasa holat yaxshi. 20 kilodan qoplangan. Qoplari ham yaxshi to'la chiroqli chiqyapti. Suhbat holatda urilgan. O'ta mayin qilib chiroqli qilib urilgan. Manzil Farg'ona Yozyovon tumanida. Suv ombordi yonida. Mana bag'i A370 Toshkent O'sh yo'nalishi. Yo'ldan deyarli tushmaydi, yuklab olib ketilaveradi. Kirib chiqishlari yaxshi, holati zo'r.